Yashil makon mening vatanim, tabiatni asrash mening burchim. Sirdaryo viloyati pedagog mahorat markazi tomonidan Bayvot tumanida tashkil etilgan seminar shunday nomlandi. Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi xodimlari o'qituvchilar bilan nafaqat markazda, balki ta'lim maskanlarining o'zida ham turli amaliy seminarlar o'tkazib, tajribalarini bo'lishib borishadi. Navbatdagi ana shunday tadbir markazning metodik xizmat ko'rsatish bo'limi metodistlari tomonidan Boyovut tumanidagi 19-umumta'lim maktabida o'tkazildi. Ilmiy amaliy seminar sinflarda emas, noan'anaviy tarzda maktab bog'ida tashkil etilgani barcha ishtirokchilarning qiziqishini oshirdi. Tadbir avvalida bugungi kunda tabiatni asrashning naqadar dolzarbligi ta'sirli misollar yordamida tushuntirilgach, bu borada maktabda amalga oshirilgan salmoqli ishlar ham e'tirof etildi. Bu loyihamizda o'quvchilar butun o'quv yili davomida olgan bilim ko'nikmalarini tabiat qo'ynida amaliy darslar asosida tashkil qilganmiz. Bu darslarda pedagoglarning rivojlanishini hamda kasbiy rivojlanish bo'yicha bilim ko'nikmalarini ham birgalikda hamkorlikda ishlab, o'quvchilarning amaliy tajribalarga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga hamda tabiatga bo'lgan mehrini uyg'otishga qaratilgan. Maktabning turli nuqtalarida qiziqarli amaliy dars jarayonlari o'tkazildi. Jarayonlar davomida boshlang'ich sinflarda tabiatga oid ilk bilimlar mustahkamlangan bo'lsa, harakatli o'yinlar ularning faolligini ta'minladi. Tabiat qo'ynidagi darslar o'quvchilar uchun ko'rgazmalilik asosida tashkil etilgani sababli ham nazariy va amaliy jihatdan samarali bo'ldi. Umuman olganda mazkur seminarning ekologik xavfsiz isitish tizimi, quyosh panellari yordamida yoritish, ko'chatchilik kabi loyihalari tufayli innovatsion maktab nomini olgan bu ta'lim maskanida tashkil etilgani ham bejiz emas. Yashil makonga e'tibor berilmay qo'ygandi bir 20 yil oldin, 30 yil oldin kerak bo'lsa, bobolarimizda birini kessang 10lik degan maqol o'sha maqolligicha qolib ketdi shekilli. 20-30 yil oldin biz yashil makonni o'z holiga tashlab qo'ydik. Muhtaram prezidentimiz bilan birdan boshlaganlardan keyin mana 2016 mana 8-9 yildan beri yashil makonga e'tibor berilayotganligi uchun mana birdan gurkirab yana tog'larga charchay kelyapti, yo'llarga bog'lar tashkil etilyapti. Har bitta tashkilotning oldi o'zgacha o'zgaryapti. Seminar davomida o'quvchilar qizg'in amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish bilan birga maktabda parvarishlanayotgan daraxt va o'simliklar haqida mehmonlarga ma'lumot berishga ham ulgurishdi. Shuningdek, quvnoq kuy-qo'shiqlar, she'rlar va qimmatli ma'lumotlar tadbirni yanada boyitdi. Seminar ishtirokchilari tomonidan plastik chiqindilarni to'plash uchun noan'anaviy idishning yasab o'rnatilishi jarayonlarning mantiqiy yakuni bo'ldi. Eng avvalo o'qituvchilar yig'ilgan plastik chiqindilarni idishga tashlab, ekologik madaniyat namunasini ko'rsatdilar. Bu kabi tadbirlar katta-yu kichikka tabiatni sevish, unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni amaliy o'rgatayotgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda.